Narxi arzon, narxini oldindan aytaman. 270 dollarga Genesis'si original anaqa sidinasini olgan bo'larmi dedi. 270 dollarga Alloh komplet. Hozir men sizlarga eng qiziq taraf orqasidan ko'rsataman. Polni elektropaket, payishli qoplargacha bor. Faqatgina defektlarni aytaman akalar. Mana bitta kelayotgani yirtilib qolgan, furidan tushirayotgani yirtilgan. 200 ming so'm, 300 ming so'm bilan xudo xolasi ishilib bitadi. Bu Rostogas'ning original Genesis'si logolari bilan turibdi. Eng qiziq tarafi akalar buni orqasida. Orqa Rostogas'ning biznes klassi. Mana qissalar patsaganchi joyi, doqseli, tepalari o'zi aksoplik bo'ladi. Mana qarag'idir podograf knopkalar, har xil knopkalar, orqada mana qopda bar, 12 voltli zaryadka qiladigan joylarigacha bor. Sidinani ishlab olgan. Orqasida ham podograflari bor. Ko'ryapsizlarmi simlarni? Orqasida ham divan, kala divan. Narxi 270 dollar. 270 dollarga nima sidina olaman degan akalarim uchun akalar 270 dollarga elektronli kojinli original Genesis'si sidinasini olasizlar. O'zinglarni masalan Gentle sidinalarni bersanglar, 3-paysi beradigan bo'lsanglar bir balki o'ziga o'zi bo'lib ketadi. Balki 50 dollar daplata qilasizlar. Komfort uzib xizmatlarda kelaverasizlar. Akalar ish faoliyatimizni boshlab olganmiz. Sidinalarni juda ham ko'piga chegirmani Rostogas'ni qilganmiz.